Allo. Menga qarang. Sizga ishonsa bo'ladimi o'zi? Majburligimdan shu ishga qo'l uryapman. Uy olishim kerak. Qolgan farzandlarim kelajagi uchun shunday qilmasam bo'lmaydi. Xullas, 375 million so'm berasiz, keyin bolasizniki. Qashqadaryoda xuddi shunga o'xshash ko'rinishda o'z farzandini savdolashib, sotib yubormoqchi bo'lgan ona qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ayol Kitob tumanida yashovchi tanishiga 3 oylik o'g'il jinsli chaqaloqni 375 million so'mga kelishib, 87 million so'm va 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olinadi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismining B va E bandlarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudining 2024-yil 28-iyun kunidagi hukmi bilan tayinlangan ozodlikni cheklash jazosining o'talmasdan qolgan 2 yil 8 oy 25 kunining har bir kuni ozodlikdan mahrum qilish jazosining bir kuniga tenglashtirilib, mazkur hukm bilan tayinlangan jazoga qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun uzil-kesil 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shu o'rinda ayrim qo'shtirnoq ichidagi ota-onalarga muhim eslatma. Har bir bola davlat himoyasida ekanligini unutib qo'ymang. Ularni sotib daromad topish kabi qabih rejalarni tuzsangiz, qilgan qilmishingiz uchun panjara ortida javob berasiz.